kompyuter sotuvchisimi u majbur kompyuter haqida ma'lumot berishga majbur, har bitta detali bo'yicha kerak bo'lsa. Ma'lumotlar bepul, hech kim bunaqa qilib tushuntirmaydi. Men chunki tushuntirgan odamni haligacha ko'rmadim, YouTube'da titib tashladim. Hamma sotishlardida budjetli kompyuterlarni obzor qilyapmiz hozir. Wow emas. Shuning uchun videoda ham aytdik, budjetli bo'ladi deb. Sirojiddin aka, game klub ochmoqchi edim. Qanaqa kompyuter terishni bilmayapman. Siz maslahat bering. Faqat iltimos narxi ham budjetli bo'lsa yana ham yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. O'zi ko'p game klub ochmoqchi bo'lib yurganlarda xuddi shunaqa muammo bor. Qanaqa kompyuter tanlashni bilmaydi yoki qanaqa ochishni bilmaydi. Shu bo'yicha hozir video ishlaymiz. Bemalol ko'rib, o'zingizga yoqqan kompyuterlarni tanlashinglar yoki bepul konsultatsiya olib turib, yana ham o'zingizga yoqqan kompyuterlarni tanlab olishinglar mumkin. Xo'p, birinchi kompyuter bilan tanishtiradigan bo'lsak, bu eng budjetlisi hisoblanadi. Ya'ni bugungi top 5 ta obzorimizdagi eng budjetlisi. Bu hozirgi kundagi o'sha GTA 5, ya'ni offline ga moslashtirilgan oddiyroq kompyuterxonalarga to'g'ri keladi. Counter 1.6, Dota 1, Escape, shunga o'xshagan o'yinlarga. Xo'p, xarakteristikasini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu yerda endi taxminiy periferiyalar qo'yilgan. 24 dyumli 100 Hz monitor, kurvet, xohlasanglar flatga o'zgartira olsanglar bo'ladi, ya'ni tekis monitorga. Bu yoqda Altech brendiga tegishli sovutish tizimi o'zimga yoqadi, ideal ko'rinishlari ham naqa derski turadi. 4 ta kullerli keski terganmiz. Protsessori Core 7, 4-pokoleniya 4770 bo'ladi. DDR3 ikkita 8 lik planka, jami 16 GB operativka va 512 GB SSD, ya'ni doimiy xotiralari bor. O'sha o'yinlarga to'g'ri kelish uchun RX 580 8 GB video karta qo'yganmiz. O'zi ko'pchilikda shu savol bor-da. Nimaga faqat RX 580 video kartasi qo'yiladi ko'pida? Ya'ni bu hozirgi kundagi o'yinlarni o'ynash uchun mo'ljallangan budjetli. Bu video karta bilan kачествосini boshqa video karta bera olmaydi. Buni budjetidagiga. Xo'p, qo'shimcha kullerlari bor, 650 vatli blok pitaniya bor. Umumiy setapimiz narxini описаниyaga yozib qoldiramiz. To'liq narxlari, to'liq xarakteristika bu yerda aytilmay qolgan kullerlari bor. Shunaqa qilsak bo'ladi. Ya'ni game klubga bu to'liq masku degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni naushnik yo'q, kori yo'q, klaviatura mishka o'zi xohlagandek bo'lmaydigan bo'lsa, kelib turib, bu yerda onlayn, ya'ni bizdan onlayn ham oladigan mijozlarimiz bor. Telegramdan, Instagramdan tashib beramiz. O'zlariga yoqqan klaviatura, mexanический yoki membrana farqi yo'q. Idealni tanlab, budjetnisi ko'pchilik hozir X7 olishadi. Shunaqa qilib olsa bo'ladi. Bu yerdagi setapimiz eng budjetlisi. Hozirgi kunda bundan pastiga уже bo'lmaydi offline o'yinlarga. Xo'p, ikkinchi kompyuterimizga keladigan bo'lsak, ikkinchi kompyuterimiz ham bu ham onlayn offline'ga ketaveradi. Xarakteristikalari ham zo'r, yomon emas. Onlayn offline o'yinlarni bosib olsa bo'ladi. Ya'ni ana game klub boshlayman, boshida budjetim kam deydigan mijozlarimiz uchun ideal variant hisoblanadi. Monitor 27 dyum, 120 Hz, immerdan bo'ladi. Flat kurvetlar bor. Bu yerda ham shu periferiyalar endi standart qo'yilgan. Talabdan kelib chiqib o'zgartirib olish imkoniyatlari bor. Xo'p, keysimiz bu ham Aero Plusga terilgan, sababi ichida video karta temperatura bo'lgan taqdirda ham bari sovutib beradi-da. Keyinchalik upgrade, ya'ni kuchaytirishga mo'ljallangan keys. Sovutishlar real zo'r. Xo'p, Core i3 12-pokoleniya, DDR4 16 GB operativka, 512 tali M2 NVMe bunda. Video karta GTX 1660 Super 6 GB bo'ladi. GDDR6 192 bit. Ana ko'pchilikda negativ bor-da. Core i3 bo'lmaydi, Core i3 bo'lmaydi, Core i5 zo'r deyshadi. Men ko'pchilikga aytaman, aka Core i3 bo'lgani bilan Core i3 12-pokoleniya, ya'ni unda 1700 chipsetga tushadi, ya'ni yangilangan texnologiya bor. Ayrim joylari kelib qoladi, Core i5 10-pokoleniyadan ustun bo'ladi. Core i3 12-pokoleniyasi. Xo'p, 4 yadr 8 potok, idealniy protsessor, budjetiga вообще stoyt, bemalol bossa bo'ladi. Core i3 12 1660 Super 6 GB. Bu ikkalasi K2'da taxminan 250-300 FPS beradi. Ya'ni buni optimizatsiya qilib yoki bir kuchaytirib nastroykalarni qilib game club standartiga moslashtirilsa 350 ga ham bemalol olib chiqish mumkin. Monitor 120 Hz, o'sha aytib o'tdim, 27 dyum. Ko'pchilik hozir 27 qo'yapti. O'sha 27 ideal variant bo'lib qoldi game club uchun. Bundan kattasi katta, chunki odamning sog'lig'iga ham ziyon beradi. Yaqindan o'tirganda bosh aylantirib, ko'zni ortib qo'yishi mumkin.
buni hech qaysi kompyuter mutaxassisi aytmaydi yoki kompyuter do'konlar aytmaydi, o'zini mahsulotiga negativ bildirib. Ya'ni sog'lig'ida ham o'ylash kerak va daromadda ham qilish kerak. 27 lik standart game klublar uchun hozirgi kunda. Bu kompyuterimizda ham to'liq xarakteristikasi, narxlarini video описаниесida qoldiramiz. Ya'ni video описаниесida qoldirishimizdan sabab detalni yozamiz o'tda, siz ko'rib turib, xat bilan solishtirmoqchi bo'lsangiz yoki nimadirga tushunmasangiz, shuni detalni olib turib internetdan o'zingiz ham bilib olsangiz bo'laveradi. Bu yerda ham o'sha o'zgartirish qismlari bor. Ya'ni monitor o'zgartirib olsangiz bo'ladi, 200 Hz, 300 Hz bizda hammasi mavjud. Ya'ni bu yerda endi maksimal byudjetnisdan yaxshiroq kачество beradigan kompyuterlarni maksimal obzor qilishga harakat qilyapmiz hozir. Xo'p, bu komplektimizda, setapimizda shu narsalar mavjud. Ya'ni o'zgartirib olsa bo'ladi. 3-chi kompyuterimizga keladigan bo'lsak, 3-chi kompyuterimiz o'zimga yoqadi. Eng yoqqan keyslardan bittasi terilgan. Oldida hech qanaqa stoykasiz prozrachniy keys bo'ladi. Matoviy, qora matoviy. Buni ustida plyonkalari yo'q. Azzanik. Hop, monitor 7Tech brendidan 24 dyum 180 Hz. Ranglarini qaranglar. Neobычный sochni berib turibdi-da. 180 Hz bo'lsa ham hech qanaqa qotishlik yo'q. Bu neobычный keys hamma joyda ham topilavermaydi. Ya'ni tepaga qo'yib qo'yilyapti. Hozir game klublarda ham tepada turadi. Tepaga qo'ygan paytingizda ham klient kelgan paytda ham misol noodatiy keys tursa, sfera boshqacha bo'ladi. Ya'ni ashuna boshqacha beradi. O'tda o'tirganda bir maza qilib o'tirish kerak-da klient. Xuddi bir devor bilan to'rtburchak joyda o'tiradigan bo'lsa, u g'alati bo'lib qoladi. Men o'zim misol qiladigan bo'lsak, atmosferasi nito joylarga kirmayman. O'tda o'tirasiz, naborot boshingiz og'rib ketadi, bir balo bo'lib ketadi. Shuning uchun alohida monitorlar kачествосiga ham, keysni dizayniga ham baho berish kerak. Chunki men oddiy odamlar bilan birga qo'shilib kirib ko'rganman. Ya'ni nimalarga e'tibor berasiz, savol javob ham o'tkazib ko'rgan paytimda, qanaqa bo'lsin degan paytimda keys yaxshi bo'lsa, chiroyli bo'lsa, bitta svetchalar bo'lsa, klaviatura mishkalar zo'r bo'lsa, monitor zo'r bo'lsa, men maza qilib o'ynayman, ya'ni to'lagan pulimga rozi bo'lib chiqib ketaman deyishgan. Ya'ni bu real odamlarni o'zini savol javob bilan kelib chiqqan javobim bo'ladi. Monitorni bunday ham o'zgartirsalar bo'ladi. 180 Hz olasizlar, 300 Hz olasizlar, 500 Hz qilib bemalol o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Bu komplekt o'zim yoqqan eng byudjetnilardan chiqqan. Hozir narxini ham aytaman. Bu yerda ham shu klaviatura mishkani zamon talabidan kelib chiqib va joyizda odamlar foydalanadigan klaviatura mishkani o'rganib turib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Bu o'zgarmas narsa emas. Xo'p, xarakteristikasi Core i5 12-pokoleniya, 16 GB operativka, 512 talik doimiy xotiralar. Operativkani ham, xotirani ham bemalol o'zgartirib olsa bo'ladi. Muammo emas u. Wow, qiyin, $100, $50 doplata degan narsalar bo'lmaydi. Ya'ni u yerda o'zgartiradigan detalingizda qancha qismini o'zgartirishingizdan kelib chiqib turib doplatalar bo'ladi. Xo'p, video kartamiz RTX 3050 8 GB, 6 GB emas. Ya'ni men ham ayrim do'konlarni ko'rganman. Tam biz yomonlashadi, to'g'risi. RTX 3050 6 GB bilan 8 GB ancha farqi bor, ham hajm tarafdan ham, narxi tarafdan ham. Hop, hajm tarafdan keladigan bo'lsak, kamida $25-30 6 GB lisi arzon yuradi. Bu degani, setapni $500 hisoblab bersam yoki $700 hisoblab bersam, boshqa do'konga borsa, u yerda $30 arzon. Sizda qimmat ekan degan negativ paydo bo'ladi. Shuning uchun detalni solishtirish kerak-da. Ya'ni qaysi brendnikidan qo'ygansiz, nima qilgansiz, nima uchun arzon chiqyapti yoki nima uchun qimmat chiqyapti, tushunmagan joylarni detallar haqida kompyuter sotuvchisimi u majbur. Kompyuter haqida ma'lumot berishga majbur, har bitta detali bo'yicha kerak bo'lsa. Buni PS2da mana hozir yengil bitta o'ynab ko'rsatib beramiz. Bemalol 400 FPS gacha olib chiqsalar bo'ladi. Game Club standartlariga, men o'zimiz joyimiz Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahri sharoitiga ham, ya'ni talabiga ham bemalol javob beradi. Ya'ni buni viloyatlarga ham qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, oxirgi 2 oy ichida 3050 bilan Game Clubga taxminan 60 tacha sotdik. 3050 ni o'zi, endi qolgan nollar bo'yicha ham ketdi. 3050 ni o'zi bilan 60 tacha sotdik 2 oy ichida. Bu degani, demak, yaxshi degani. Siz ham agar shu 400 FPS, 300 FPS olmoqchi bo'lsangiz, PS2da GTA 5 yoki Call of Duty Warzone o'ynamoqchi bo'lsangiz, bemalol ideal kачествоda ochib beradi. Hozir o'yinga bosib ko'ramiz. Bu yerda monitoriga alohida e'tibor beringlar. Oldin O'zbekistonga birinchi kelgan paytda Cruet tema edi, ya'ni Cruet monitorlar wow bo'lib ketardi. Men hozir 2025-24 oxir chiqqan o'yinlarda grafikasi juda ham kuchayib ketyapti. Ya'ni
grafikani zo'r chiqarib berish uchun bizga IPS matritsa kerak bo'ladi. Uni internetda yozib ko'rsanglar ham bo'ladi. IPS matritsa bu tekis monitorda, ya'ni flat monitorlarda bo'ladi. Ranglarni to'liq ajratib olish yoki ranglarni to'liq ko'rsatishda idealni monitor, ya'ni matritsa hisoblanadi. Shuning uchun IPS matritsaga o'tgan yaxshi, o'zim ham tavsiya qilaman. O'zim ishlatadigan monitorim ham IPS, ya'ni flat monitor. Hozir mana bitta qisqacha obzor qilamiz. Endi bu yerda o'yinga berilib ketmaymiz-ku. Уже качествоni ko'rib turibsizlar-da. Mana shu kачество. Ha, ancha plavniy уже. Ekranni o'zi 180 bo'lsa ham, lekin уже нормальный beradi. Gersga e'tibor beradiganlar bo'lsa, gers balandroqlarga o'zgartirib olsa ham bo'ladi-da. Уже ko'pchilikda gersi baland bo'lgani bilan ayrim brendlarda qotib qoladi. Bu lagat qiladi ekran, bijillab qoladi. Buni bu Mirage bo'ladigan bo'lsa, mana har bitta detalni yaqinlashtirib ko'rsak, ranglarini to'liq ko'rsatib beryapti. Oranjiy bo'lsa oranjiy, jigarrang bo'lsa jigarrang, qora bo'lsa qora. Ko'p monitorlar ko'rsatmaydi, mana piksel sifati bir g'alati bo'lib qoladi. Mana bu ranglar mana qizil yoki oq. Personajni ham to'liq ko'rib oladi-da bu yerda odam. Kачество yuqori bo'lgandan keyin, bunaqa kачество turgandan keyin, конечно, game klubga kirib maza qilib o'ynaydi. Telefonda bilinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin real ko'z bilan bu yerda qaraganda farq sezilyapti. Ranglari ancha yarki, sochniy deydimi? Sochniy olib beradi. O'zi bu уже KSK ham zamonaviy o'yin turiga kiradi-yu. Ko'p ranglar bilan ishlanilgan. O'shaning uchun уже rang juda ham ko'pda. Xullas bunday sochni beradigan monitor bo'lmasa, o'yinda mazasini ola olmaydi. Maza qilib o'ynay olmaydi. Chunki rang ajrata olmagandan keyin devor bilan o'ynagandek bo'lib qoladi-da. Bemalol Game Club standartiga javob beradi. Xohlagan o'yinlarga KSK, PUBG Mobile, PUBG Battle bor, mobile borda. Shu bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Mobile bu mobilniy versiya, ya'ni telefonda o'ynaladi, lekin hozirgi paytda trendga chiqib ketdi emulyator, ya'ni kompyuterda ham o'ynash. Kompyuter o'ziniki bor, PUBG Battleground deyiladi. U Steamdan skachat qilib olinadi, besplatniy bo'ladi. Steamdan olib o'ynaladi. Ya'ni u sal qiyinroq bo'lgani uchun ko'pchilik mobilniga o'rganib, miyasiga shu o'tirib qolgani uchun birinchi mobilni o'ynashadi. Ya'ni shu tarqab ketgan. Bu setapimiz ham to'liq xarakteristikasini video opsiyasida yozib qoldiramiz, narxlarini. Bunda ham xuddi shu. Agar sizga case yoqmasa yoki monitor yoki klaviatura yoqmasa, bemalol o'zgartirib olsa bo'ladi. Bu o'zgarmas narsa emas. O'zgartirib xarid qilsa bo'ladi. Budjetdan kelib chiqib, budjetdan kelib chiqib bemalol o'zgartirsa bo'ladi-da, hamma narsa iloji bor. Hop, buni tugatgan bo'lsak, bo'ldi. Hop, 4-kompyuterimizga o'tamiz. Bu kompyuterimiz budjetni уже. Monitor 120 Hz. Klaviatura mishkamiz bu sal noodatiroq. Case'imiz Altech brendiga tegishli X2 model. Sovutish idealniy. E'tibor bergan bo'lsanglar, ko'proq men oldi setkali case'larni tavsiya qilyapman. Hozir uning sababini aytib o'taman. Oldi setkali case'imizni tavsiya qilishimdan sabab, hozirgi paytda o'sha Nvidia bilan AMD bor, ya'ni bular ikkitasi bir-biriga qarama-qarshi deymizmi, konkurent firmalar, ya'ni video karta chipi ishlab chiqarish bo'yicha. Bularda temperatura oshib boryapti, ya'ni ular obnovleniyalar keladi, driverlar o'zgaradi, video kartalar optimizatsiyasi kuchayib borgan sari temperaturani ham oshirib qo'yishdi. Ko'pchilik oynani ushlaydi-da, kompyuter qizirkan deydi. Yo, oynani ushlab bilinmaydi. Biz o'zimizda deb ham ko'rsatib ketdik-da. Dispetcher zadacha bor. Dispetcher zadachaga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda производительность o'tsak, mana bu grafik karta borda. Bu kartani mana bu yerda temperaturasini ko'rsatadi, 45. Bu yerdan bemalol ma'lumotni olishingiz mumkin. Ya'ni temperaturalar ham oshib boradi. Bu yomon narsa emas. Prosta o'sha brendlarni o'zini standarti hisoblanadi. Ya'ni Nvidia video kartalarida GTX, GT, RTX larda hammasida hozirgi paytda 70 dan 75, 77 gacha standart qo'yilgan. Ya'ni bu qizish emas, standarti bo'ladi o'zini. Suv temperaturasi bo'lsa 100, 80 boshlarga bu ham bir texnika, transportga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni o'zini standart temperaturasi bor. RX-larniki standart temperaturasi 80 gacha qilib belgilanyapti hozir. 85 gacha ham chiqishi mumkin u narsa, ya'ni obnovleniyani o'zgartirishdan kelib chiqib, shuning uchun u xavotirlanadigan narsa emas. Xo'p, xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, Core i3 12-pokoleniya.
16 ga 512 talik bu ham M2 bo'ladi, SSD emas. Sababi M2 nima u degan savolga javob, SSDni sal kuchaytirilgan variant, ya'ni skorost o'tkazuvchanligi tez bo'ladi. Ya'ni qulay joylashgan bo'ladi. Qanaqa tez o'tkazish mumkin degan savolga u materinskiy platani o'ziga to'g'ridan to'g'ri joylashtiriladi. Shuning uchun u tez o'tkazib beradi. Video kartamiz GTX 1050 Ti 4 GB. PS2 da 150 200 FPS bemalol ochilib bo'ladi. PUBG Mobile dan 9120 ochib beradi. PUBG Battleground ham o'ynaverasizlar. GTA 5 da ham visokiy настройкада yoki ultra настройкада bemalol o'ynashingiz mumkin. Monitor 120 Hz. Bunda ham xuddi o'sha gap. O'zgartirib olish mumkin komplekt yuzini. Monitor, case, klaviatura, mishkalar hammasi o'zgaruvchan narsalar. Xo'p, buni ham narxini, to'liq xarakteristika, detalli videoni описаниесida qoldiramiz. Savollar bo'lsa, men bu kompyuterimizga deb izohlarda yozib ketsanglar, biz keyingi video chiqarishga o'sha kamchiliklarimizdan kelib chiqib turib, idealroq qilib yanada to'liqroq chiqarishga harakat qilamiz. Keyingisi, oxirgisi 5-keysimizga o'tamiz. Mana 5-keysimizga keladigan bo'lsak, ko'rinishi odatiy, oldilari yopiq, monitorlar oq, ya'ni oq komplekt yushi xohlaydiganlar bor. Ya'ni oq qilsam qanaqa bo'lar ekan deb miyada o'ylagandan ko'ra, rangni ko'rib turib, oq keysni boshqacharoqlariga o'zgartirsa ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda oq olib chiqqanimiz sababi oq qanaqa turar ekan degan savolga javob olish uchun. Xarakteristikasini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham Core i3, nimaga Core i3, Core i3 degan savol sirazi keladi. Sababi biz budjetni kompyuterlarni obzor qilyapmiz hozir. Wow emas. Shuning uchun videoda ham aytdik, budjetni bo'ladi deb. Budjetdan kelib chiqib turib, buni ham o'zgartirsa bo'ladi, xotir olmanglar buni. Core i3 12-pokoleniya, 16 ga 512 talik. Bunda ham M2 qo'yganmiz. Video karta RX 580. 8 GB bo'ladi. Monitor 100 Hz oq bo'ladi. 100 Hz oq. 24 diagonal klaviatura mishkamiz odatiy qo'yilgan. Buni ham o'zgartirib, takoy boshqacha neobishniy yoki boshqa chorralarga o'zgartirib olsa bo'ladi. Xullas, oq setup xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni ana tushunchani olish uchun oq kompyuter qanaqa turadi degan savolga javob mana shu olsangiz bo'ladi. PS2 o'yinida 150 dan 200 gacha, 180 gacha chiqib beradi. Настройка qilsanglar, bemalol undan yuqoriga ham chiqarsanglar bo'ladi. Bu PS2 da ko'pchilik настройка qilmasdan o'ynaydi. Ya'ni uyiga oladigan bo'lsangiz, настройка qilishmaydi. Bu настройкаlarni internetda ma'lumotlar yoki bizdan olishingiz mumkin yoki YouTube'lardan ko'rib, ideal настройкаlarni qilib maza qilib o'ynashingiz mumkin. Ya'ni PS2 ga bitta kirdingiz, o'sha настройка butun umrli настройка bo'lmaydi hech qachon. Uni o'zgartirib, o'zingizga yoqadigan настройкада o'ynashingiz kerak. Shunda maza qilib o'ynaysiz. Balki budjet narxda kompyuterlardan ham o'sha o'y solayotgan kачествоni olsangiz bo'ladi. Bu keysimiz narxini bilaman. Bu keysimiz narxi $480. Oq qoralari bor. Oldini xohlasanglar mana bunaqa setkali qilib olsanglar ham bo'ladi. Olgan keysinglar olasizlar, akvariumga terib beramiz. Uni farqi yo'q. Budjetdan kelib chiqib o'zgartirib olsa bo'ladi. Mana shu turishi $480. Game Clubga bu ham to'g'ri keladi. Endi o'zimga yoqqan kompyuterlar juda ham ko'p. Obzor qilamiz desa vaqt уже yetmaydi. Xudo keyingi videolarda maksimal darajada bundan zo'r kompyuterlarni obzor qilishga harakat qilamiz. Buning uchun albatta bizning obunachilar, ya'ni sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Videoni izohiga o'zingizlarning fikrlaringizni bildirib ketinglar. Men bu kompyuteringiz rostdan yaxshi ekan. Men bu yerda bunaqa qilish kerak ekan. Bu yerda bunaqa qilsangiz yaxshi bo'ladi yoki videoni mana bunaqa joyini o'zgartiring. Ko'p gapiryapsiz, tez gapiryapsiz yoki qattiq gapiryapsiz. Biz tushunmadik. Xullas, savolinglar bo'lsa, bemalol izohga yozinglar. Ma'lumotlar bepul, hech kim bunaqa qilib tushuntirmaydi. Men chunki tushuntirgan odamni haligacha ko'rmadim, YouTube'da titib tashladim. Hamma sotishlardi-da. Men hozir kompyuterlarning plyusini ham aytdim, minusini ham aytdim. Bular asosan uyga Instagramda ko'p kelyapti. Men qanaqa kompyuter olishni bilmayapman, buni vazifasi nima, o'zi necha FPS beradi degan klientlar bo'ldi. Ya'ni mijozlarimiz, obunachilarimiz tomonidan savol keldi. Shuning uchun hozir endi qisqacha bo'lsa ham qo'ldan kelgancha harakat qilib javob beraman. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirishingizni juda ham xohlayman, chunki bizning keyingi videolarimizda boshida aytib o'tgandek, foyda bo'ladi, motivatsiya bo'ladi, kuch bo'ladi. Keyingi videolarda nima uchun kompyuterlarni obzor qilaylik yoki testlarni qilaylik, qaysi o'yinda testlar qilaylik, davay deb tursanglar, shuni ideyalarni qilib turib, bong'illatib testlarni qilib beramiz. Budjetinglarni tejab qolishingiz mumkin-da, chunki sizlar xohlayotgan narsaga $800lik kompyuter yetishi mumkin, lekin
$1000, $1,500 kompyuter olishga kimdir majburlashi mumkin yo olib qo'yishingiz mumkin. $700 qanday tejab qolasiz. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa xursandmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.